Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinovning Momamning shifoliq dorilari degan kitobini o'qishni davomlashtiramiz. Bugungi tema tasviy. Tasviy. Texi diniy ishlarga kengchilik berilishi hech kimning xiyoliga kelmagan chog'da, men namoz o'qishning salomatlikni mustahkamlashda qanchalik muhim rol o'ynaydiganligi to'g'risida so'zlab, talay zamondoshlarimni qoyil qilgan edim. Hozirmi shu yo'ldan qaytqinim yo'q. Chunki bu birinchidan tan harakati. Moskvada nashr qilinadigan Zdoroviy, Krestyanka, Rabotnitsa jurnallari va Semya nomli gazetda tozaliqning odam uchun qanchalik muhim rol o'ynaydiganligiga, qizlar qandoq, o'g'illar qandoq yuyinsa bo'ladi, shu vaqtda turoqliq yezib, maslahat berib kelyotdi. Biroq bizning Uyg'urlar orasida keyingi avloddan dal shu ko'rsatmaga amal qilayotgan odamni hozirga qadar ko'rmadim. Bu masalaga din alohida ko'ngil biladi. Namozga tayyorlik ko'rish qoidasida ro'shan aytilgan, ya'ni taqvodorlar kuniga 5 qatim yuyindi. Ular uchun hech qanday tashviq va ko'rsatma kerak emas. Har kuni atdiganligi, ya'ni soat 6 dan 15, soat 7 dan 15 minut o'tganda maxsus muzika o'ynalib, bir odam umumiy xalqni tan harakatiga taklif qiladi. Televizordanmi tan harakati asdan chiqarilgani yo'q. Meningcha bo'lganda musulmonlar orasidan buningga amal qilayotganlar sanoqli bo'lsa kerak. Bugun hamma ish jarayonlari mexaniklashtirilgan, avtomatlashtirilgan, transportmi keng qanot yoydirilgan davrda inson uchun tan harakati havodek lozim. Lekin uni o'ylayotgan odam yo'q. Hamma faqat tirikchilik qo'yga tushib ketgan. Ishda o'ltirib ishlaymiz. Uyga kelib, televizor oldida qiqib qo'ygan qo'ziqdek o'ltiramiz. Hatto osh tomoqnimi shu televizorga tikilib o'ltirib yeymiz. Mehmon kelgandimi televizorimiz sayrab turadi. Taqvodorlarda yana tinim yo'q. Ular yuyinib, chayqinib, kuniga 5 qatim qazo qilmay namoz o'qiydi. Harakatlarini ko'z oldingizga keltirib beqing. Mushu kunlarda mubodo doktorxonaga borsangiz, namoz o'qib yurgan cho'nglarga nisbatan yoshlar ko'p. Birining bu yeri og'riyotgan. Asosiy mavzudan sal chetnab ketdim. Endi tasviyga kelaylik. Vatan urushiga qadar namoz o'qiydigan mo'ysibit bovaylarning tasviy tashlarini sanagandek o'tkazayotganligini ko'p ko'rgili bo'ladi. Keyin u tirikchilik tufayli tamoman amaldan qolgan. Dinga kengchilik berilgan bugungi kunlarda umu yana jonlandi. Meningcha bo'lganda u texi degandek taraqqiy topmadi. Bu ichinishli ahvol albatta. Nemishqa deysiz-da? Men yuqorida odam salomatligini mustahkamlashda pokiz yurishning, tan harakatining naqadar muhim rol o'ynaydiganligini ta'kidlagan edim. Bu jihatdan tasviymi keyin qolmaydi. Masalan, keyingi yillari nervisi ojiz va og'riq kishilarga kashti besish, to'rt to'qish ishlarini bevosita taklif qilib, shu orqali davolayotdi. Chunki bu usulda nervi ojizligini bir talmi doğru iste'mol qilmay davolashga bo'lganligi ilmiy tekshirishlar orqali aniqlandi. Agar bu usul joriy qilinmaganida, bal put ojizligi tufayli o'rin tutib yetib qolgan bemorning ish pushig'ida nima bo'lishini ko'z oldingizga keltirib ko'ring. Bu usulni o'ylab, oxirgi chiqqan odamning otasiga rahmat. To'rt to'qish yoki kashti besishni musulmon erlar faqat ayol, qizlarga xos tirikchilik deb hisoblaydi. Shunda to'rt to'qib, kashti bosqisi kelmaydigan bemor erlarimizning asabini nima bilan davolashimiz mumkin? Ya ular shu ilgirgidekla qo'pol, to'ng, sirkisi suv ko'tarmaydigan chechilang'i yuriyversinmi? Yo'q. Dunyoda odamdan qimmat hech narsa yo'q. Undaq bo'lsa, to'rt to'qishni xolamaydigan erlarimizning nervisini
qandaq mustahkamlash mumkin? Bununğa odam organizmiga aksicha ta'sir qilmaydigan dora yoki harakat bormi? Bununğa shaxsan men bor deb ishonchlik ayta olayman. U bo'lsa-mu taqvodorlarimizning qo'lidagi tasvir. Tasvirning shifoliq xislatining borligini boshqalardan misal izlab avara bo'lmay o'z hayotimdan hikoya so'zlab beray. Mubodo xatolashmasam, buningdan 10 yil ilgarigu deyman. Uyda nihoyat xafa bo'ldim. Nemishqa? Hozir esleyolmayman. Üstü-üstüge tamak çektim. Talağa chiqaman, uyga kiraman. Qo'llarim, putlarim g'al-g'al titraydi. Dal shu daqiqada uyda menga birarsi lam deb eg'iz ochdimi bo'ldi. Eg'iz tishimga ilib choyni etishim ehtimoldan yiroq emas. Taladan kirib nemishqidir servanetning tartmasini qo'pollik bilan tartib, ichib yepiyotman. Bir tartmada tasvir yetibdi. 101 dona teshi bor cho'ng tasvir. Uni oldimda yotoqxonamizga kirib, ishni ichidan ilib oldim. Qo'limda tasvir. Mollalarning uning har bir teshini nima deb seriydiganligini bilmayman. Bismillahirrahmanirrahim dedimda andin toshlarni 1, 2, 3, 4, 5 deb sanashga boshladim. Xatolashmasam 10 qatimg'u deyman. Sanashni birdan boshladim. Andin keyni 100 dan tövelitib birgacha, keyin 100 dan birgacha to'xtamay o'tkazdim. 20 dan oshiqroq qatim shunda qilgan bo'lsam kerak. Bir vaqtda o'zimni shundoq tinglab ko'rsam, butkul vujudimda bir yenikchilik, tamkinlik his qildim. Baya vujudimda qaynagan g'azab besilib, nervlarim xuddi o'rniga tushgandek ko'rindi. Nihoyat qattiq uxlabdiman. Atiganligi o'rnimdan yeni iktirdim. Bu usulni 10 kun, kunda oqshimi yolg'iz o'ltirib davomlashtirdim va doppamni oldimga qo'yib, o'zimni o'zim so'rdim. Shundan e'tiboran har qanday sharoitda o'zni tutishga, arzimaydigan narsaga chiqilishga yo'l qo'ymaslikka tirishib yuraman. Buningga o'xshash shifo baxsh tasvirni har kimning o'zi bemalol yasab olishi mumkin. Buning uchun cho'ng kuch, emgak va mablag'mi talab qilinmaydi. Tasvirning 101 tal bo'lishi shart emas. Uning uchun yo'g'on oddiy munchoqdan 51 tal kifoya. Yip o'tkazingda foydalaning. Tajribadan ko'rishimizcha, tasvirning hech qanday ziyini yo'qligini, faqat salomatlik uchun foydali usul bilan turaqliq foydalanilsa, odam uchun shunchalik yaxshi ekanligini hayot isbotladi. Mushu kunlarda nervisi talto'kis joyida odamni tepish nihoyat tez. Shunga birodarlarga har kuni attigan va oqshimi erinmay tasvir tortishni tavsiya qilaman. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.